meditsina sohasi jadal ravishda rivojlanib bormoqda. Keling shu haqida yurtdoshlarimiz bilan kichik suhbat o'tkazamiz va ularning fikri bilan tanishamiz. Qani ketdik. Meditsina sohasiga o'zgartirish kiritish imkoniyati bo'lganda qanday yangilik kiritgan bo'lardingiz? Xususiy shifoxonalar bilan davlat shifoxonalarini birlashtirgan bo'lardim. Sababi? Davlat shifoxonalarida narx past, ammo sifat yo'q. Xususiy shifoxonalarda esa yuqori, ozgincha balandroq, lekin shunga yarasha sifatan yuqori deb o'ylayman. O'shani narx bilan sifatini sal birlashtirib, insonlarga foydasi tegadigan darajada narxni chiroyli qo'ysak, menimcha xalqqa manfaatli bo'lardi. Davlat shifoxonalaridagi sharoitlar sizni qoniqtiradimi? Ha, qoniqtiradi. Sababi u yerda tozalik, hamshiralar ham yaxshi ishlaydi, yaxshi qarashadi. O'zimni qoniqtiradi. Yurtimizdagi shifokorlarni xizmat ko'rsatishi sizni qoniqtiradimi? Ha, qoniqtiradi. Hop, nima masalan, qaysi ish faoliyati? Endi barg'onda kutib oladi, yaxshi qaraydi, yaxshi tushunib beradi. Zo'r. Xohlasa, bu mavzu bo'yicha tayyorlagan videorolikimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatganingiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.